Qashqadaryoda homilador kelin eri va qaynonasi tomonidan kaltaklangani aytilmoqda. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qalampir.uzga joriy yilning 10-mart kuni Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida 24 yoshli ayol eri va qaynonasi tomonidan kaltaklanishi oqibatida 4 oylik homilasidan ayrilgani, janjalda uning 1,5 yoshar farzandi ham kaltaklangani bo'yicha murojaat kelib tushdi. Bir necha yil avval ham janjal oqibatida kelin 6 oylik homilasidan ayrilgandi. Janjal bo'lgan vaqtda oftoba ayolning qorniga borib tekkan, deyiladi murojaatchi. Voqeaga aniqlik kiritish maqsadida Qalampir.uz viloyat ichki ishlar boshqarmasiga bog'landi. Boshqarma matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, holat yuzasidan tergov harakatlari boshlangan. Mazkur holat yuzasidan Chiroqchi tuman ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'linmasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda, deydi ichki ishlar boshqarmasi munosabatida. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkentda qaynona kelin janjali oqibatida chaqaloqning oyoq-qo'li kuygan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.